$300 turadigan xarita hadya qilamiz. Nimaga dachalar palma tanlashyapti? 3 yillik garantiya beramiz. Mijoz oqimini o'rtacha 30% ga oshirgan. Palma olayotganda 3 ta narsaga albatta e'tibor berishingiz kerak. Birinchi 20 ta mijoz uchun o'rtacha qiymati $1000 ga bo'lgan xizmatimiz bepul taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Men ismim Abbos. Men Ekopalma kompaniyasi rahbari va asoschisi bo'laman. Biz 22-yildan beri 12 ta viloyat bo'ylab 3000 tadan ortiq palma qo'yganmiz va 500+ mijozlarga xizmat ko'rsatib kelamiz. Bu qisqa videoda sizlarga dachalarga o'rnatgan palmalarimiz va nimaga hozirda ko'plab dachalar aynan Ekopalmani tanlashyapti. Mana bu ba'zi o'rnatgan dachalarimiz. Ko'rib turganingizdek, dacha muhitini 100% ga o'zgartirgan va mijozlar oqimini birinchi oyning o'zida o'rtacha 30% ga oshirgan. Dachalarga mana shu palmalarni qo'yishni maslahat beramiz. Sababi baland palmalar dachalarda chiroyliroq turadi va mijozni o'ziga jalb qiladi. Akalar, palma olayotganda aynan mana shu 3 ta narsaga e'tibor berish juda muhim. Birinchisi bu palmani terisi bo'ladi. Bu oddiy teri emas, palmani rostakam terisi bo'ladi. Uni farqi bu stabillashtirilgan, ishlov berilgan teri bo'ladi. Ishlov berilmasa sovuqga, issiqqa, quyoshga, yomg'irga chidamsiz bo'lib qoladi va 3 oyda o'zgaradi. Aynan Ekopalmada ishlatilayotgan teri hammasi tekshirilgan, tajribadan o'tgan, ishonsangiz bo'ladi. Ikkinchidan o'rtoqlar, ishlatilayotgan barglarga e'tibor berishingiz juda muhim. Ekopalmada biz aynan quyoshga chidamli O'rta Osiyo uchun chiqarilgan barglarni ishlatamiz. Buni farqi nimada? Farqi materialda, ichidan sim o'tganligida. Bu temirli barg bo'ladi. Har bitta tolasidan ichidan sim o'tgan. Bu degani shamolga chidamli, yomg'ir, qor, ertaga har xilcha qor yog'ishi mumkin. Tashlab olmaydi, sinib ketish ehtimoli juda past va quyoshga chidamli bo'ladi. Afsuski, ba'zi bir sohadoshlarimiz mana bunaqa barglar ishlatishadi. Ko'rib turganingizdek, ko'rinishi bir xil desa ham bo'ladi. Katta kichigi ham bo'ladi buni, lekin ichida sim o'tmagan. Sim o'tmaydi va bu уже plastmassa barg hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu shamolda, quyoshda to'kilib boshlaydi. Bir yerga bormaydi. Uchinchi e'tibor berish muhim bo'lgan narsa bu daraxt qotirilish uslubi. E'tibor bersangiz, Ekopalmada daraxtlar bolt gaykada qotiriladi. Bu degani kelajakda nimadir sodir bersa ham siz xizmat ko'rsatishga, to'g'irlashga, joyini ko'chirishga imkoningiz bo'ladi. Lekin afsuski, qolganlar buni prosta svarka qilib yuborishadi. Biz palmalarimizga 3 yillik garantiya beramiz va faqatgina bizda restavratsiya xizmatimiz ham bor. Bu degani 3 yildan keyin ham palmangizni yangidek ko'rinishga olib kelib berishimiz mumkin. O'rtoqlar, bu hali hammasi emas. Hozirda biz aksiya e'lon qilganmiz. Faqatgina 10 ta va undan ko'proq palma xarid qilgan mijozimizga biz Woodley World brendidan $300 turadigan xarita hadya qilamiz. Bizni ofis va showroomimiz Toshkentda, Chilonzorda joylashgan va shu yerdan turib biz butun O'zbekistonga xizmat ko'rsatamiz. Va kerak bo'lsa, istalgan viloyatda joyingizga bepul o'lchovga chiqishimiz mumkin. Biz 24 ga 7 xizmatingizdamiz. Faqatgina Ekopalmada, ya'ni bizda 3 oylik test drive taklifi bor. Bu degani 3 oy ichida palmaga o'zgarish bo'lsa, biz pulingizni 100% qaytaramiz. Qolaversa, bizda perchislaniya, naqd, tender, auksion hamma to'lov uslublari bor. Va faqatgina birinchi 20 ta mijoz uchun o'rtacha qiymati $1000 ga bo'lgan xizmatimiz bepul taklif qilamiz. Bu degani bepul dostavka, bepul ustanovka, bepul dizayn proyekt. Bu taklifga ulgurish uchun shu video tagida konsultatsiya tugmasini bosing va biz siz bilan tez orada bog'lanamiz.